Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Hozirda bizni yangi o'sha botimiz, bu botni havolasini mana o'sha ekranlaringizda ko'rib turgan havola orqali yoki bo'lmasa o'sha opsiyanada qoldiraman. Bu botimiz nima qila oladi? Birinchi o'rinda mahsulotlar, bu yerda kiyimlardan tortib to sport anularigacha bu yerda kurslaring mumkin. Onlayn kurs ham qo'shganmiz. Bu kursga ham qo'shila olsanglar bo'ladi. Keyin bu yerda savat, hozir savatimiz bo'sh. Endi narsa xarid qilish kerak. Biz bilan aloqa mana. Bitta manzilimiz ham kiritilgan. Misol uchun hozir bitta mahsulot qo'shsak, tak etik yo'q. Narxi hozirda ana shu mana kurslaringiz mumkin. Hozirda mana bu etiklar kamida 300 ming turadi, 200 necha ming turadi, hatto skidkada ham 983 dona bor. Mana mahsulotlar bo'limiga o'tkazda kiyimlar bo'limini tanlaysiz va bu yerda savatga qo'shish bo'limi bor. Savatga qo'shish bo'limi mana savatga qo'shildi va savat bo'limini bosasiz. Mana xohlasanglar ko'paytira olsanglar bo'ladi. 2x 240 ming. Buyurtma rasmiylashtirish, telefon raqamini yuborish va misol uchun bu masalanda Navoiy shahar Navoiy shahri. Bu yerda to'liq kiritishinglar kerak, hatto tumanlarda tursanglar ham farqi yo'q. Navoiy shahri, Amir Timur 3. Bu bizning manzilimiz va 65-kvartira. Bu to'ldirildik, to'g'rimi? Mana bu yerda buyurtmani tasdiqlang deyapti. Biz tasdiqlash bo'limini bosamiz va mana buyurtmangiz qabul qilindi. Ariza raqami va bu yerda to'lov uchun karta bor. Bu kartani shunday nusxalab olib, mana Xolboyeva G deb chiqadi. Mana shunga kirib, menga kirib, o'shani nimasini tashlaverasizlar va bo'ldi. Buyurtmangiz men tasdiqlaganimdan keyin buyurtmalar bo'limida chiqadi. Mana hatto ma'lumotni olsanglar bo'ladi, bo'ldi. Rahmat.